Bugungi kunda viloyatda 12.940 ta korxonada 14.279 ta onlayn nazorat kassa mashinasi va 8.796 ta 2D skanerlari mavjud. Mazkur qurilmalar orqali aholi bilan pullik hisob-kitoblarni amalga oshirish mumkin va xaridorlarga QR kod va fiskal belgili chek taqdim etilishi lozim. Savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchasida amalga oshirilgan har bir xarid yoki ko'rsatilgan xizmat uchun onlayn nazorat kassa mashinalaridan xarid chekini to'liq miqdorda shakllantirish hamda belgilangan tartibda xaridorga taqdim etish mas'uliyati tadbirkorlik subyektlari zimmasiga yuklatilgan. Bugungi kunda soliq tizimi xodimlari tomonidan xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash borasida barcha hududlarda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Ayniqsa, savdo, xizmat ko'rsatish hamda umumiy ovqatlanish korxonalarida onlayn nazorat va virtual kassalardan foydalanish, qolaversa, mijozlarga fiskal chek berilishi tushuntirilmoqda. Soliq kodeksining 221-223 moddalariga asosan nazorat kassa texnikasini qo'llamasdan savdoni amalga oshirganlik va xizmatlar ko'rsatganlik, xaridorga chek bermasdan tovarlarni realizatsiya qilganlik va xizmatlar ko'rsatganlik soliq huquqbuzarligi sanaladi va belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishga asos bo'ladi. Shu o'rinda ta'kidlash lozim, tovar uchun to'lovlarni bir jismoniy shaxsning kartasidan boshqa jismoniy shaxsning kartasiga o'tkazish orqali hisob-kitob qilishda ham sotuvchilar mijozlarga QR kod va fiskal belgili chek taqdim etishlari lozim. Aks holda chek bermaslik qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Bugun tadbirkorlik sohasida ham avtomatlashtirilgan tizim yoki dasturlarning joriy etilishi mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytiradi hamda soliq tushumlarini oshiradi. Bu mablag'lar esa yo'llar, maktab, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy soha obyektlarini qurishga yo'naltiriladi.